Mana chigitimizga suvni ham ochdik. Vallahi alam nasib bo'lsa mana yigitlarda qo'li bilan oltin. Oltinim mening. Mana Toshtemir. Mulla boğa mani boshlayverdi. Oltinjon, buni oxirigacha buradingmi? Hurmatli kuzatuvchilar, sizlardan bitta iltimos. Negativ kamroq yozish kerak, negativ gapni. Men birovda nafsonatiga tegadigan gap gapirganim ham yo'q, gapirmayman ham. O'zimda qiladigan ishlarimni yoritib boraman. Xo'p, kecha Toshkent dengizi deyilganda Toshkent suv omborini Ishtixonda xo'p suv omborlarini dengiz desam nima qilib tushungan? Faxr-ku bu, faxrlanamiz. Bitta Orol dengizimiz bor edi, u ham quridi. Men chunki faxrlanaman. U Qo'shrabotga tegishlimi, u Payariqqa tegishlimi yoki Jizzax viloyatining boshqa tumaniga tegishlimi? Shu O'zbekistondagi O'zbek xalqiniki, hamma suv manbalari O'zbek xalqiniki. Shuning uchun negativ fikrlarni yozishdan tiyilish kerak. Men birovda nafsonatiga tegadigan yoki shaxsiyatiga tegadigan narsa gapirmayman ham, istamayman ham. Menga ham unaqa munosabatda bo'lishni tavsiya qilmayman. Hurmatli do'stlar, u birovda haqorat qiladigan, nafsonatiga tegadigan gap bo'lmaydi bu yerda. Biz o'zimizni kunlik ishimizni, sayr sayohatimizni, ishdan bekor vaqtdagi ana shularni yoritib boraman. Menga birovda hayotini bir qizig'i ham yo'q. Ishini ham qizig'i yo'q. Bu meni o'zimda ijod mahsulim. Shuning uchun hurmatli do'stlar, qadrli xalqim, yaxshi yomon gaplarni har narsani yozavermas kerak. Sizlar meni sahifamga mehmon bo'lib kelyapsizlar, kirib kelyapsizlar. Mehmon otangdek ulug' bo'ladi deyiladi. Shuning uchun men sizlarni birantangizga negativ fikringizga qarshi ham yozmayman. Insofni o'zlaringizga bersin. Biz o'zimizni ishimizda davom etamiz. Ko'rib turibsiz, mana chigitimizga suvni berishni boshladik. Mana keyin bu chigitni suvini to'ldirib bo'lganimizdan keyin ustini o'rab bostiramiz buni. To'g'rimi Toshdemirjon? Xudo xolasa inshaalloh mana. Oltinjon, aylanay, vodoprovodni oxirigacha buradingmi jumragini? Ha, bo'ldi unday bo'lsa. Ha, yarim soatda to'ladi-da. Yarim soatda to'ladi.